Taqdir xohlamayaptimi, demak kurashish kerak. Alloh o'zini eng yaxshi ko'rgan bandasiga sinov berar ekan. Ya'ni o'sha bandasini o'zi yaxshi ko'rgan bandasi bilan sinar ekan. Taqdir xohlamayaptimi, demak Alloh sinayotgan bo'ladi. Kim neki desa desin, men shu narsaga amin bo'lyapman. Hali-haligacha inson yaxshi ko'rgan insoni bilan sinalishini yana bir bor ko'ryapman. Taqdir xohlamayapti degan bahonalar o'tmaydi. Alloh balki duolarimizni sog'inib bizga sinov berayotgan. Duo taqdirni o'zgartiradi. Inson har doim yaxshi narsalar haqida o'ylab duo qilsa, duosi albatta ijobat bo'ladi. Ammo lekin o'ylamasin. Birovni baxtsizligi evaziga birorta bir inson baxtli bo'lib qoladi. Dunyo deysiz, dunyo hali